Andijonlik bitta opa shu 3 xil maza yozib berdilar. Shuni badanimga surkavdim, kuyib ketdi badanim. Shunaqa bo'ladi. Atrofiyaga olib keladi. Ponni tanamga toshib ketgan edi. Yuzlarimgacha toshib ketgan edi. Nima keltirib chiqaruvchi sababi nima ekan? Hayvonlardan yuqdi deyishdi. Hayvonlardan yuqdi. Kelib Farg'onada ham, Andijonda ham davolandim. Umuman ta'siri bo'lmadi. Yo'qolaverdi, yana qaytalanaverdi. Odamlarning yoniga ham chiqqani xijolat bo'ladigan bo'lib ketuvdi. Yurishlarda ham qiynalgansiz. Suv esa ko'payib ketyapti edi. Farzandingizni ham anaqasida qiyinchilik bo'lgan. Yiringlab ketgan edi. Rossiyada 1 yildan beri davolandim. Borgan zahotimizga yuqib qoldi bu bizga. Rossiyada 1 yil davolandim. O'zbekistonga kelib 2 oy davolandim. Umuman ta'sir bo'lmadi. Ancha o'zgarish bo'ldi. Hozir yuzimda ham, qo'llarimda ham umuman qolmadi. Qo'llarimda katta bo'lib, hali hijoma qilgandaqa bo'lib ketuvdi. 1,5 oyda zo'r, hech nima qolmadi, asar ham qolmadi. Assalomu alaykum, hurmatli Derma Life teri sog'lomlashtirish markazi kuzatuvchilari, aziz vatandoshlar. Biz qadimiy shahar, hamma uchun afsona shaharga aylangan Marg'ilon shahridamiz. Farg'ona viloyatining Marg'ilon shahrida. Bugungi kuzatuvchimiz o'zlaridagi ijobiy natijalari haqida, o'zlaridan o'tgan, boshlaridan o'tgan voqealar haqida o'rtoqlashish maqsadida sizlarga motivatsiya bo'lishi uchun ushbu intervyuga rozilik bildirdilar. Buning uchun avvalambor kattakon rahmat sizga. Sizlarga ham rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin, salomat bo'ling. Singlimiz og'ir turdagi tashqi ta'sirlar natijasida yuqqan zamburug'li protsessdan aziyat chekib kelganlar. Derma Life kompleks mahsulotidan aynan zamburug'li protsess uchun mahsulot xarid qilib, o'zlarida ijobiy natija sezib, biz bilan ko'rishish uchun taklifimizga yo'q demasdan taklif qildilar. Mana Marg'ilon shahrida u kishini xonadonlarida o'tiribmiz. Avvalambor o'zingizni tanishtirasiz va nima holat bo'ldi, boshingizdan nimalarni kechirdingiz, qanday qilib Derma Life'ga a'zo bo'lib qoldingiz va bizning mahsulotimiz qanchalik effekt berdi, shu haqida ozgina gaplar. Ismim Zulxumor, 97-yilman. Instagramda ko'rib o'tirdim, sizlarning mahsulotlaringiz chiqib qoldi. Keyin ko'rdim, silka bosing deyishdi, silkani bosdim. Tezda telefon qilishdi murojaatim bo'yicha. Telefon qilib so'radim, ishlatib ko'ring deyishdi. Ishlatdim. 7 kunda уже ta'sirini bildim. 7 kunda bilindi. Sizda holatingiz qanaqa edi? Boshidan boshlaylik. Nima? O'ta og'ir edi. Ponni tanamga toshib ketgan edi. Yuzlarimgacha toshib ketgan edi. Nima keltirib chiqaruvchi sababi nima ekan? Hayvonlardan yuqdi deyishdi. Hayvonlardan yuqdi deyishdi. Bu hayvonni boqqansiz? Rossiyada mishiq boqqanmiz. Mushuk boqqanlar. O'shandan farzandim ikkovimizga yuqdi. Zamburug' kelib Farg'onada ham, Andijonda ham davolandim. Umuman ta'siri bo'lmadi. Yo'qolaverdi, yana qaytalanaverdi. Keyin Instagramda ko'rib qolib, sizlarning mahsulotlaringiz zakaz berdim. 1 kun ichida olib kelib berishdi. Ichdim. Aytishdi, bitta avjiga oladi deyishdi. Haqiqatan bitta avjiga oldi. Qo'zg'atdi. Keyin qo'rqib ketdingizmi boshida qo'zg'atgan payt? Qo'rqib ketdim. Nima qilib qo'ydim dedingizmi? Keyin 7-kunda уже yo'qolganini bildim. Ponni yo'qoldi 7 kunda. Ancha o'zgarish bo'ldi. Hozir yuzimda ham, qo'llarimda ham umuman qolmadi. Qo'llarimda katta bo'lib, hali hijoma qilgandaqa bo'lib ketuvdi. Dumaloq, cheti aniq shaklli, dumaloq shaklga ega bo'lgan holat. Ponni tanamga toshib ketuvdi. Hali odamlarning yoniga ham chiqqani xijolat bo'ladigan bo'lib ketuvdi. Yurishlarda ham qiynalgansiz. Suv esa ko'payib ketyapti edi. Farzandingizni ham anaqasida qiyinchilik bo'lgan, to'g'rimi? Yiringlab ketgan edi. Farzandingizda yiringlab ketish holati? Farzandimda ham, o'zimda ham oyoqlarimda yiringlab ketgan edi. Hozir alhamdulillah. Hozir yo'q. Alhamdulillah. Yaxshi. 1,5 oyda natijaga erishdingizmi? 1,5 oy. 1,5 oyda zo'r, hech nima qolmadi, asar ham qolmadi. Qarang, mana o'zingiz aytyapsiz-ku, shu vaqtgacha men turli xil lecheniyalardan foydalanib ko'rdim. Taxminan o'zingiz hisobingiz bo'yicha qancha vaqt va qancha pul sarfladingiz o'sha sizga foyda bermagan lecheniyalarga? Rossiyada 1 yildan beri davolandim. Borgan zahotimizga yuqib qoldi bu bizga. Rossiyada 1 yil davolandim. O'zbekistonga kelib 2 oy davolandim. Umuman ta'sir bo'lmadi. Rossiyada ketgan bo'lsa 100 ming rubl uladi puliga 100 ming rubl ketdi. Kunda 30 ming, 40 ming rubl ketardi. O'zbekistonga kelganimda shu 3 million, 4 million atrofida ketdi. Buni qanchaga oldingiz? 1 million 400 mingga oldim. Qancha? Yer bilan osmoncha farqi. Effekti? Zo'r ekan, effekti. 7 kunda ham bilinar ekan. Siz parhezlar, qo'shimcha dori vositalariga ham amal qildingizmi? Parhez qilib turdim. Parhez qildingiz. Nimalardan parhez qildingiz? Qizil narsalar yemay turing dedilar, yelli narsalar yemay turing dedilar. Xo'p dedim, yemadim, ichmadim.
Azizbekdan rozimisiz? Ha, roziman, Yordamchimizda? rahmat. Azizbek bizani yordamchimiz. Dermalife kompleksda o'zingizlarga ma'lum, mendan tashqari bizni assistentlarimiz bor. Har bitta bemorni men konsultatsiyadan o'tkazganimdan keyin albatta yordamchilarimizga ulab beramiz. Azizbek haqida, Aziz Ilyasovich haqida gapiryaptilar. Demak, holatingiz ijobiy tomonga o'zgarishni boshladi. Ha. Endi bitta savol sizga. Balki o'rinlidir, balki o'rinsizdir. Tuzalishi qiyin bo'lgan teri kasalligi bilan yashash qanchalik qiyin? Juda og'ir. Juda og'ir. Nimalarni boshdan kechirdingiz? Voy, buni men umuman tuzalmayman deb o'yladim. Rosa qo'rquvdim. Odamlarni yoniga chiqolmayapti odamda, hech kim bilan ko'rishmayapti dedim. Odamlar qarasa, "Enaqa bo'lib qopti" deb jirkanib ketishyapti edi. Rosa xijolat bo'layapti. Xo'jayingizga yuqmaganmi? Yo'q. Yaxshi. Xo'jayingiz immunitetlari mustahkam ekan, Ha. shuning uchun yuqmagan. Hozir farzandingizda ham alhamdulillah rezultat yaxshi. Yaxshi. Men kadr ortida farzandingizni agar ruxsat bersangiz ko'rib ketaman, farzandingizni Ha. ham ruxsat bersangiz. O'zi umuman internet tarmoqlari orqali sotilinadigan mahsulotlarga ishonarmidingiz? Yo'q, ishonmasdim. Ishonmasdingiz. Ya'ni Yo'q. ko'pchilik aytadi, internetdan mahsulot olsang aldanasan, Ha, yolg'on firmalardan bo'ladi, olma ha, deyishardi. kompaniyalardan olma Ha. deyishadi. Qanaqa, o'z fikringiz qanaqa? Ishonib oldingizmi yoki boshqa ilojingiz qolmaganidan oldingizmi? Yo'q, ishonib, Ixlos bilan, ko'rdim. Sizdan dori sotib olganlarni hammasini bittalab ko'rib ha, chiqdim. gruppamda siz borsiz, ko'rib Ha. chiqdingiz hammasini. Ha. Hammasini ko'rib chiqdim. Yaxshi bo'lganlari, oldingi holati, Keyingi bugungi holati. holatini ko'rib turib, keyin zakaz qildim. To'g'ri analiz qila oldingiz, ya'ni Ha. qani nima ekan bu narsa? Ha. Nimaga boshqalarga o'xshab o'ylamadingizmi? Balki o'zini odamidir, o'zini tanishidir. Ko'pchilik aytadi-yu, gapirayotganlar, yozayotganlar faqat o'zini odami bo'ladi deydi. Ha, yo'q, oldin avvalo Allohu, keyin ishonib, mayli shuncha dori olyapman, buni ham olib ichib ko'raveray deb, Ha, tavakkal keyin qilib. oldim. Tavakkalchini Alloh yaxshi ko'radi. Allohga tavakkal qilib qilganlar bu ishni. Siz qanchalik samimiy yondashsangiz, qilinayotgan ya'ni lecheniya chorasiga natija ham shunga yarasha samimiy Ha. bo'ladi, ijobiy bo'ladi ya'ni. Nima maslahat bergan bo'lar edingiz, aynan zamburug'li teri kasalliklari bilan aziyat chekib, shu vaqtgacha o'ziga yechim topa olmayotgan bemorlarga? Shu doridan olib ichishlarini, surkashlarini, sovunlarini ishlatishlarini tavsiya bergan bo'lardim. Уже 7 kunda, 1 oyga qolmasdan umuman yaxshi bo'lib ketishadi. 7 kun, 1 oy. Ha, bitta tabibga borganimizda ham qanaqadir dori aytdi, uni olib ham ichdim, 1 oyda yaxshi bo'lib ketasiz dedi. Umuman ta'siri bo'lmadi. Telefon qilsam, yordamchilari olib turib, manligimni bilib turib qo'yib qo'yishdi ham. Bizda ko'rdingizmi qanaqa Ha. konsultatsiya beriladi? Ha. Professional. Telegramdan yozaman, sразу javob keladi. Call centerga qilasiz, Ha. istagan vaqtingiz qo'ng'iroq qilib tusha olasiz. Ha. Boshqa kompaniyalardan farqli tomonimiz shunda, biz har bitta bemorga individ tarzda yondashamiz, ya'ni murojaatchini hech bir murojaati hech qachon javobsiz qolib ketmaydi. Balki 1 soat, 2 soatga cho'zilishi mumkin javob berishlari, sababi ular ham odam. Ba'zan kechiktirib javob berishlari mumkin, lekin murojaatlar doim vaqtida Ha, обработка qilinadi. Javobini olganman. Javobini olgansiz. Niyatlar qanaqa? Niyatlar yaxshi, yana olib ichmoqchi edim. Rossiyaga ketsak, hozir sinimga aytdim, Rossiyaga ketsam ham zakaz qilaman, chiqarib berishadi deb Rossiyaga aytyapti ketasiz. edim. Ha, Rossiyaga ham esingizda bo'lsa, men guruhda aytgan edim, Rossiyaga ham imkoniyatimiz bor. Ha. Hozir SNG davlatlari, jumladan Rossiya Federatsiyasiga ham buyurtma beradigan odam bemalol buyurtma berib, o'zimiz ishonchli taksilar orqali yetkazib berishimiz mumkin. Iloyim o'zi asli doriga muhtoj qilmasin hech bir bandani, To'g'ri. hech qachon. Lekin buni biz dori demaymiz. Bu hammani uyida, tokchasida tursa hech qachon zarar qilmaydi. Zararli narsa emas Ha, ekan. shunaqa. Issiqlik, bolamga issiqlik toshib ketdi, ponni toshib ketdi. Shu mazlaringdan bir marta surkadim, xolos. Umuman Yetarli. yo'qolib ketdi. Qaytib Biz surkamadim. Hech qanaqa dunyoda dorisini yozib berishadi issiqligiga. Ko'pincha jigarga ta'sir qiladigan og'ir turdagi dorilarni yozishadi, keyin ularning oqibati ham bor. Keyin ko'pchilik mana sizni yuzimda ham bor edi deyapsiz. Ha, yuzimda ponni edi. Ha, yuzdagi zamburug'li protsesslar uchun ko'pchilik vrachlarimiz, endi vrachlarning umrlari uzoq bo'lsin, omon bo'lsin, men vrachlarni yomon demoqchi emasman, lekin o'sha eng og'ir turdagi 3-pokoleniyaga mansub kuchli gormon saqlovchi mazla yozishadi. Atrofiya degan narsa bor. Andijonlik bitta opa o'sha 3 xil mazza yozib berdilar. Shuni badanimga surkavdim, kuyib ketdi badanim. Shunaqa bo'ladi. Ha, atrofiyaga olib keladi. Bilasizmi, sizdagi zamburug'li holatni davolagandan ko'ra atrofiyani davolash qiyinroq bo'ladi. Siz vaqtida-ku to'xtatgansiz. Agar davom etganingizda hozir xuddi zebran terisiga o'xshab har xil bo'lib qolardi rangingiz. O'shani bir marta surkadim, kuyib ketuvdi, keyin sizlar dorilaringni ko'rib, sizlarga zakaz berdim. Umringiz uzoq bo'lsin. Salomat bo'ling. Vaqtingizni ayamasdan bizga vodiyga kelganimizni eshitib,
mehmondo'stlik qilib eshigingizni ochganingiz uchun sizga kattakon Sizlarga rahmat. ham rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Kuzatuvchilarimizga qanaqa fikringiz bor? Fikrim doridan olib ichinglar, yaxshi bo'lasizlar. Inshaalloh. Salomat bo'linglar. Hurmatli Dermalife teri sog'lomlashtirish markazi kuzatuvchilari, aziz vatandoshlar. Kim ikkilanayotgan bo'lsa, mana bu singlimizning fikr mulohazalari juda samimiy gaplar. Biz bu kishi bilan birinchi marta ko'rishyapmiz. Ha, Hatto birinchi. kadr ortida. Faqat mana o'sha Telegram kanalida dumaloq videolarda ko'rmagan bo'lsalar, birinchi marta ko'rishib turibmiz. Ko'cha-ko'yda ko'rsak, bir-birimizni tanimasligimiz ham Ha. mumkin. Lekin mana bugun Alloh mana shu Dermalife kompleksi sababchi qilib bizni uchrashtirdi. Allohning o'zi hamma bemorlarning dardiga komil shifo bersin. Ikkilanmang, asosiysi mana bunaqa samimiy fikr mulohazalarni eshiting va umid qilamizki, sizda ham teringizdagi muammolarga Dermalife kompleks teri sog'lomlashtirish markazining mahsuloti tabiiy va bezarar yechim bo'la oladi. Salomat bo'lasizlar, bizni kuzatishda davom eting. Kattakon rahmat. Rahmat sizlarga ham. Salomat bo'ling.